Hurmatli ustozlar, mening maktabim loyihasida ishtirok etishdi. Muammolar bo'lyapti, ovozlar yig'ilmayapti. Demak, bunga sabab o'quvchilarga maxfiy kodlar yetib bormayapti. Open budjet loyihasida yangi bo'lim ochilgan. Demak, kalit so'zini olish degan bo'limi. Kalit so'zini olish bo'limida demak biz o'zimizga tegishli viloyat tanlab olamiz. Tanlab olganligimizda bizda mana bu raqamga SMS borish kerak bo'ladi. Bu raqamni agar qayta tahrirlaydigan bo'lsak, real vaqt davomida ola olmaymiz. Integratsiyalardan o'tib, keyin tasdiqlanadi. Bugun oxirgi kun bo'lganligi sababli kalit so'zini yuborish degan tugmani bosamiz. Bizda mana bu yerda 4 ta raqam noma'lum. Demak, bu raqamni aniqlash imkoniyati bor bizda. Buni aniqlashimiz uchun o'quvchining login paroli kerak bo'ladi. Demak, sinf rahbarlarida hammasida bor login parollari. Demak, o'quvchining login paroliga kiramiz, profiliga kiramiz login parol orqali. Demak, Boyxo'rozov nomidan men foydalanaman. Demak, o'sha o'quvchini login nimasidan foydalanib men bu yerda kirgandim men. Demak, bu yerda sozlamalar bo'limiga tushamiz. Sozlamalar bo'limida xavfsizlik bo'limi bor. Bu yerda bosadigan bo'lsak, demak, boyagi SMS boradigan nomer. Mana biz boyagi 4 ta raqamni aniqlay olmagandik. O'sha 4 ta raqamni aniqlaymiz mana bu yerda. Bu raqamlarga telefon qilib ko'ramiz. Bu raqam 2 yil oldin ro'yxatdan o'sha o'tgan nomerlar, bu 2 yil oldin o'tgan. Hozirgi kunda o'sha bu Boyxo'rozovni ota-onasi ishlatmayotgan bo'lishligi mumkin. Boshqa sotuvga chiqib ketgan holat bo'lishligi mumkin. Telefon qilib gaplashib nima qilamizda, shu o'quvchiga borgan kodni olib, demak, ovoz yig'ish jarayonini davom ettiraveramiz. Endi mana bu yerda haqiqatan nomer ishlaydigan bo'lsa, gaplashib bo'lgandan keyin mana SMS xabarnomani yuborishni bosamiz. Men boya jo'natib qo'ydim o'quvchiga, shu bir kunda bir marta SMS boradi. Shuning uchun telefon qilib so'rab, aniqlab olishingizni maslahat beraman. Shu ovoz yig'ish jarayonini yaxshiroq natijaga olib chiqishimiz mumkin shu yo'l orqali.